Assalomu alaykum akalar. 2025-yil 30-dekabi. 2025-yilni ham oxirlarini tugatib kelyapmiz. Xohlasa Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar Kombinat Taxt bozorida narx-navo ancha arzon. Kelaversizlar. Hamma yo'l atroflarida narx-navolar solishtirib, xohlasa cheklanmagan miqdorlarda bor. Hamma yog'imiz ulgu to'qiveramiz. 4 metrli 7 bursimiz 90 ming so'm. 4 metrli chorqa va straplamiz 50 ming so'm. 40 ming so'mgacha bor. 3 metrligimiz 30 ming so'mdan. Bekalarimiz bor. 3,5 ming so'm bilan 5,5 ming so'm o'rtasida. 4 metrli to'sinamiz 110 ming bilan 130 ming o'rtasida kelishilgan holda bo'ladi. Xohlasa narx-navolarni ham soat qo'ymaymiz. 3 metrli bursimiz bor 60 ming so'm. Baquvvat 5 metrli to'sinlar bor. Boy to'sin deylar, ikkinchi etajli uylarga bemalol xizmat qiladigan to'sinlar. 170 ming bilan 200 ming o'rtasida kelishilgan holda gaplashaveramiz. Keyin bekalarimiz metda adden qilib chiqarib qo'yganimiz bor. Sasna bilan qolishmaydi. Sasna qanaqa bo'lsa, yomon to'shna narsa, jarpili bo'lmaydi ichida. Hammasi soqqa bo'ladi. 6 tali qilib baylangan lentada. Yarim qarsam jarpil topolmaysiz. Shularimiz 5,5 ming so'm deyapmiz. 6 ga to'lligimiz bor, 8 ming so'm. Buni ham ichida jarpillar yo'q. Yangilik, xudo xolasa. Bozor bo'yicha yo'q. Javob beramiz. Orqa tomonlari oldi qana bo'lsa, orqalari ham shunaqa. 6 tadan qilib baylangan. Bu 6 ga to'lligimiz 4 tadan qilib baylangan. Holatlar yaxshi, zo'r. Ba'zi qurf to'sinlarimiz bor. 5 metrli hozir tashlayman degan odamlarga holatlar yaxshi bo'ladi ham. 150 ming bilan 170 ming o'rtasida, ya'ni kelishgan holda bo'ladi. Hozir to'shni narxini aytmayotgan sababimiz, kelib qolsalar bu to'sinimiz sotilib ketib qolgan bo'lsa, boshqa to'sinimiz bo'lib qolsa jodgarchilik bo'lmasin degan maqsadda aytyapmiz xolos. Narx ikki xil bo'lib qolmaydi. Kelsalar aytilgan narxlar qo'yaveramiz xudo xolasa. 6 metrli to'sinimiz. Yani ikkinchi etajli uylarga tashlagan dena qilib 30 dona olib qo'yganmiz chekkaga. Bular 300 ming deyapmiz. Buni ham sotib bitta 4 metrli to'sin bor. Bu pilarana somasini dena qilib qo'yib qo'yilgan. 120 ming bilan 150 ming o'rtasida kelishgan holda bo'ladi. 6 metrli to'sinlarimiz. 6larimiz 180 ming, 200 ming bu ham kelishgan holda. 5 metrli ho'l to'sinlarimiz. Bular 150 ming bilan 170 ming o'rtasida. Bastalarimiz bor. Bular 11 ming, 11,5 mingga sotyapmiz. Donasi 12 ta, 13 ta bas, 16 ta, 17 ta qo'yilgan. Qolgan joylar solishtirayotgan bo'lsalar, 12 ta, 13 ta qo'yilgan. Buni donani sanab olaversizlar. 17 ta. Bitta 16 ta qolishi mumkin, 17 ta, 18 ta terilgan. Demakda 2 metrli lapet lentada chiqqan massamiz bu. Qatorlari 8 tali qo'yilmagan. Eng kami 9 ta, bo'lmasa 10 tadan qilib qo'yilgan. Ya'ni buni 100% to'liq yetadi deyolmaymiz. Joylar 100 bo'lsa, 100 olsalar yetib qolishi mumkin. 2 kvadrat degan narsa muammoli narsa shu. Ammo orqalargacha bir xillar. Holatlar yaxshi. Hali 4 metrli jarpil basdan chiqmagan. Bu hammasi 2 metrli lentani o'zidan chiqqan masalalarimiz. Ba'zi 4 metrli to'sinlarimiz bor. Bu ham 110 ming bilan 130 ming o'rtasida. Mana bu yoqqa ham anar tomonda basdan to'lib ketgan hisobga terib qo'yilgan. Tepasi qanaqa bo'lsa, tagiga shunaqa ketgan. Tepasi 9 ta 10 ta qo'yib, tagi 8 talik emas. 9 ta, bular 15 ming bilan 17 ming o'rtasida kelishgan holda bo'ladi. 4 metrli baquvvat to'sinlarimiz. Bular 120 ming so'm bilan 150 ming so'm o'rtasida kelishgan holda bo'ladi. Bular 3 metrlilarimiz. Bular 50 ming so'm. Ba'zi 5 metrli sarvopimiz bor. 5 metrli sarfoplar ayvon to'sinni ichiga tiqmasdan qo'yib qo'yilgan. Bular 85 ming deyapmiz.
5 metrli baquvvat. Samob. Bular 50 ming so'm. 50 ming 60 minggacha kelishilgan holda bo'ladi. Bu ham 85 minglik baqa deb qo'yilgan. Ba 4 metrli обычный to'sinlar, bozor sotilayotgan to'sinlar. Bular 70 ming, 80 ming so'm. Bu ham kelishilgan holda. Olishlarga qarab kelishilgan. Endi mavoqda eski taxtalarimiz bor, ishlab chiqargan habotchi 3 ga 9 lik. Bular metri 10 ming so'm deyapmiz. Uzuni 5,5 metrli. Bitta vassalamiz bor. Vassalar olib cheklanmagan mana qancha desalar bor. Qalinlar yaxshi, holatlar 2 metr yillik, bu ham ichiga bunaqa kultalar tiqilmagan, metga addini terib qo'yganmiz kaltasini. Bu hammasi 2 metrlik. Mana orqalar ham oldinlar ham ko'rasizlar, hammasi kaltasi o'kadi. 4 metrlik ustunlarimiz bor, lagavob deyiladi. 30 ming bilan 40 mingda o'rtasida. Yani kelishilgan holda bo'ladi. Kimga qancha narsalar bo'lsa, Xudo xolasa yangi vaqtlar qilamiz. Va qish havosi, narx-navolar ancha pasaygan sezonga nisbatan. Kelaverasizlar. Shu kombinat taxta bozorga kirib, asosiy eshikdan o'ngni bilan oxiri kesalaring. Ismim Murodjon. Shu ikkala tomonlarimiz joyimiz bu tomondan. Bu tomondan shu navesdan boshlanadi. Xudo xolasa hamma yo'g'imiz bor. Omir bekalarimiz tiniq, Xudo xolasa. Ichida gap yo'q.